Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston videolar qilib chiqadi. Даже erkak bolam video qilib, nima O'zbekistonda shunaqa maymunlar chiqib kelaveradi dedim. Shunda ham mana shunaqa odamni ko'nglidan aytadigan video qilganda ham indamadim. Lekin nimadan jahlim chiqdi, shu o'zlari o'zbeklarga osilganda tam o'sha payt gol trendga chiqdi, gol tikiga osildi. Boshqa trendga chiqsa unga osildi, hammaga osilib chiqdi. Hozir bitta ikkitasiga ham borgan, paxta qo'ygan. Aytmoqchi bo'lganim, yaqinda bu bola chiqib et otuvdi. Pul berib yurgan akasi bor. Pul berib yurgan akasi nima san golga, ispanchga yaxshi gapiryapsan. Men ularga pul berib yuruvdimmi? Tamam, podдержка qilib yuruvdim. Tipa anaqa bo'lgan, menga teskari bo'lgan. Sen ularga vizib tashlagan, sakragan deb bunga aytayotganini telefon qilib o'sha bolalarni bugun sportchi farq eslaysan. Xudo xolisi shunaqa qilamiz. Chiqmaslikka, ko'rinmaslikka harakat qilmay, bizning profilimiz shunaqa sayt bo'ladiki, professional faqat yaxshi jangchilarni, futbol, boks shunaqa faqat yaxshi darajali sportlarni qo'yib boramiz. Bunaqa maymunlardan uzoqlashaman. Bular hozir endi zanjir qilmoqchida, hozir bu gapirib men atvet qilaman, shunaqa qilib ketamiz deb o'ylayapti. No, bitta gapirdim, bu aytmoqchi bo'lganim 26-yilda men buni qilib yo'qotaman. Boshqa shunaqa niyat qilib yurgan sportchilar, boshqalar ham shu narsani bilinglar. Hozir Osiyo chempionati bo'lyapti MMAdan. Rahbariyat qaytadi. Hamma mana shunaqa maymunlar, turqisovlar, media baysda ham даже hammasi chaqiriladi, suhbat bo'ladi. Bilasizlar, hozir MMA Ichki ishlar vazirligida buni ishonib yurgan bitta ikkita okajonlari bor, даже Adajon ham qolgan. O'sha okajonlar ham bekor oladi. Mana shularni hozir suhbatga chaqirgan. O'zbekistonning eng ko'nchimli odamlariga rahmat aytdik-ku. Endi hammasi emas, ya'ni eng ko'nchimli odamlarga rahmat aytdi bu bo'ydan keldi. Bu televideniyada ketdi. Televideniyada ketgan joyda maymunlarni gapiryapti-da, O'zbekistonda haqiqiy ko'nchimli odamlar, O'zbekistonda bekor olgan odamlarni gapiryapti-da. Yana menga aytayapti. Qaranglar, shunaqa yo'l bilan ko'tarilmoqchi bo'lgan blogerlar ham, maymunlar, sportchilar kimlar bor? Hammanglar shuni bilinglar, 26-yil sizlarga og'ir keladi. Bunga ham men endi prezidentimiz aytdilar, misol uchun, jinoyatchilikka juda kuchli kurashiladi bu yil. Hech kim men ko'chada ham gaplashib, urishib, bunaqa narsa tim bo'lib og'ir keladi bolalarga ham, boshqa narsaga ham. Shuni bilinglarki, menga chiqib olib vizib tashlashingiz ham chiqyapti bu hozir maymun. Menga boshqasiga vizib tashlayapti. Hozir federatsiya kelganda o'zi tushuntirib qo'yadi sizlarga. Sizlar nima qilayotganinglar bu narsani. Endi buni hozir podдержка qilayotgan bitta ikkita asha o'ziga o'xshagan blogerlar bor. Savtr qilyapti, boshqa narsa qilyapti. To'g'risi, men ularni distansiyada ushlashga harakat qilaman. Endi menga yomon gapirmagani uchun men ham yomon gapirmayman. O'sha blogerlarga maslahatim, qo'yishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Nima qilsalar, nima qilsalar. Men misol uchun o'zing har xil konfliktlarni podдержка qilasan-ku. Ishoninglar, men qilayotgan любой konflikt juda og'ir bo'lsa ham hammasi kelishilgan.